Sizlar o'zlaring mendan so'radilaring arzon qilib ber deb. O'zlaring xohladilaring arzon bo'lishini. Men nima qildim? Sizlarga arzon ustani jo'natdim. Bu usta shunaqa ustaki hech kimni xafa qilmaydi. Doim arzonga ishlab yuraveradi. Va o'shanga yarasha ishini qiladi. Lekin hech kimni orintirmaydi. Arzonni sho'rvas tatmaydi degani mana shunaqa bo'lsa kerak. O'shaning uchun arzon qil deb so'ravermaylar. Arzon bilan qimmat ishni farqi ashincha farqi bo'ladi. Bu usta bo'lsa hech qachon hech kimni xafa qilmagan holatda arzon ishlarni qilaveradi. Va o'shanga yarasha kачествосini ham chiroyli qilib beradi. Qaranglar, kачественный chiroyli qilib tayyorlab beryapti. Shuning uchun ustaga arzon qilib ber demanglar. Biz ham qo'limizdan kelgancha harakat qilib ishlaymiz. Sog' bo'linglar, podpisatsiyani bosib qo'yinglar.